qalqonsimon bezimiz yomon emas, lekin hajmi sal kichkinaroq ozgina strukturasi, ya'ni anaqasi to'qimasini o'zi yaxshi emas. Ichida ozgina folikularlar sal kengayishlari bor. Как mayda kistalarga o'xshagan narsa. O'sha paytda topshirganingda TTG norma chiqqan, antitip bo'lsa ham norma chiqqan почти. Immunoglobulin E balandroq chiqqan, то есть allergический fonimiz bor. O'sha paytda kalsiy topshirgansizlar, общий kalsiy normalniy chiqqan. Но bizga muhim общий emas, ionizirованный kalsiy, tushunarli? Bu eng so'raladigan kalsiy, o'sha dostoverniy hisoblanadi. Keragida. Mana sizlar общий kalsiy ile norma chiqqan, ionizirованный kalsiy past chiqqan. Demak, zifirki defitsiti bor. Endi bu yerda hozir nima qilamiz? TTGlarimiz borligi uchun shtavitkani o'ziga yozaman narsalar. Обязательно yod preparati, shtavitin железamiz yaxshi ishlashi uchun, поддержка uchun L-tirozin ichadi, vitamin D3 обязательно, K2 ichadi. K2 bu K2 koferment, D3 ni kalsiy bilan bog'lashga yordam beradi, tushunarli? Kalsiyni o'zini ichgani foydasi yo'q. Kalsiyni D3 bilan ham qo'shib ichgan deyshadi. Men unaqa tavsiya qilmayman. Nimaga desanglar, birinchidan D3 ni so'rilish vaqti ertalab, kalsiyni so'rilish vaqti kechki payt. 5dan keyin, 4-5lardan keyin. Shuning uchun bitta preparatni tavsiya qilmayman. Yo'q, bitta preparatni hech qachon tavsiya qilmayman. D3 ni o'zini K2ligini ichish kerak, kalsiy preparatini kechqurun ichgan yaxshi.